Gap ketyaptimi keyin? Shunaqa. Bu xudo xolisi bitta endi uborka ishlari qoldi. Necha puldan berib yuboramiz keyin bu xonadonni? Bo'lishni e'tibor emas. Bo'lish taqalgan. 83 dan berib yuboramiz. Undan o'tamiz. O'tolmaymiz. Undan o'tolmasa kelar 83 ming dollardan emas xonadonimizdan xarid qilsalar bo'ladi. Chiroyligini ko'ryapsizlarmi? Gap yo'q lekin ikki studiyaga qurilgan 4 xona plus hol plus oshxona plus podval bo'ladi. Tashqariga sanuzellar tashab ketilgan ko'rishingiz mumkin. Mana holni kattaligini ko'ryapsizlar. Kamida shu yerdan 4 ta xonaga kirib ketadi-da. O'ng tomonimizda kuxnasi bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Chiroyli svetlar bilan. Mana yonishiga lekin gap yo'q lekin qarang. Sekin yonar ekan, gap yo'q lekin. Hop, o'ng tomonimizda sanuzelimiz bor, общий sanuzel. Ko'rishingiz mumkin. Oppoq kafelar bilan turibdi. Mana yomon yoqdi lekin bor. Spanga kirganimizda mana buni qaranglar o'gam. Shu bartni nimadir deydi. Orqa hovlilari, aboylari unaqa mediga tegadigan aboy emas. Oppoq aboylarda qilingan. Bu yerda bitta detskimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bitta spalniyamiz, ikkinchi spalniy bo'ladi bu. O'zini sanuzeliga ega bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Sanuzelni gap yo'q lekin. Orqa hovlisi bu yerda ham. Hop, to'rimizda zalimiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Katta bo'lgan zalimiz. Gap yo'q lekin. Uni ko'rasan chiroyligini. Eng qizig'i bor, mana soatni qaranglar. Oldingi video qo'yganimizda soatiga hamma qarab qolishgan ekan. Qaranglar chiroyligini soatni. Hop, bu xonadon sizlarga 83 ming dollarga beramiz. Manzil keladigan bo'lsa Toshkent postidan qancha kirganda? 6 kilometr. 6 kilometr kirganda. Doimiy suv. Ana, doimiy suv, katta ko'chaning yuzida joylashgan bu xonadonimizda kimga qiziq bo'lsa, mana shu pastga navbat telefon qilib, tez baraka qilib yuborsanglar bo'ladi, akam.